Juda ko'pchilik mana shu zarbadan uxlab qoladi, qaranglar. Ya'ni ko'p joyda ko'rgansizlar, cross uradi. Bam. Bu zarba sizlar zarba urgan paytinglarda uradi. Mana eng mo'shni tegadigan zarba. Bunga qarshi nima ishlaymiz, bolalar? Hozir tushunib turasizlar, bir-birlariga qarab, urdi. Mana. Blok вообще zo'r tutib olasizlar. Crossga qarshi zarba uppercut. Bam. Primo urdi. Bam. Primo urdi. Bam. Cross urdi. Bam. Bir-birimizga bilan atrobotga qilamiz. Qachonki sizlar bitta narsani tushunib yetinglar. Qachonki sizlar har bitta udarga qarshi zarbani bilsanglar, musobaqada yutqish imkoniyatingiz kam bo'ladi. Har doim poylab turasizlar. Nima zarba ursa qarshi zarba ishlayverasizlar. Misol uchun baka urdi, to'sdan primo urasan. Bu tarafdan baka urdi, to'sdan urding. Primo urdi, cross urding. Baka urdi, uppercut urding. Bu yoqdan urdi, bu yoqdan hamma narsaga qarshi narsa urishinglar kerak. O'shanda musobaqani ham qiyin